Assalomu alaykum hurmatli aziz opa-singillar, to'qisevar muxlislar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'g'il bolalar uchun ajurni jiletka to'qiymiz. 2,5-3 yosh bolalar uchun reglan qismida ham ajur bilan to'qiladi. Aslonoy uzorimiz ham ajur bilan to'qiladi. Bu jiletkamiz uchun 5 dona tugma kerak bo'ladi. Bittadan sal oshiqroq ipimiz ketadi. Jiletkamizni boshlanishida rastok to'qiymiz. Mana rastokimiz oldi o'yindisi uchun boshida borib kelib rastok to'qiymiz, keyin reglan qismini boshlab ketamiz. Reglan to'qiganimizdan keyin biz podrez ham to'qiymiz. Mana podrezini ham mana petla qo'shib akkuratniy qilib to'qilishini video davomida ko'rsatib o'taman. Uzorimizni ham mana birgalikda to'qiymiz. Unda videomizni boshlaymiz. Yana bir narsa aytib ketmoqchiman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Videolarimiz keng tarqalishi uchun ko'proq muxlislarimizga yetib borishi uchun like bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Unda to'qishimizni boshladik. Biz jiletkamizni Turkiyani kartopi Gonja Baby ipidan foydalanib to'qiymiz. 100 gramda 300 metrli 100% akril ipimiz, spitsam 3,5 spitsada to'qiyman, leskali. Birinchi boshlaganimizda yoqasidan boshlaymiz, reglan usulida yoqasidan boshlaymiz. Yoqasini rezinkasini to'qib bo'lganimizdan keyin reglani bilan to'qiymiz. Qo'llarini ajratib olganimizdan keyin aslonoy uzorimiz mana ajurli uzorimizda to'qib bitirib olamiz. Bizga 5 dona tugma kerak bo'ladi. Qo'ltiq o'yindilarini ham birgalikda to'qib ko'rsataman. Unda to'qishimizni boshladik. Spitsamizga 86 ta petlyamizni terib olamiz. Spitsani bir tarafiga 86 ta petlyamizni terib oldim. Eng oddiy usulda terib oldim. Endi ipimni mahkamlab olaman. Endi 2 rezinka to'qiymiz. Birinchi petlyani to'qimasdan olamiz. 2 ta лицевой, 2 ta изнаночный. 2 ta лицевой, 2 ta изнаночный. Qatorimiz oxirigacha xuddi shuna qilib 2 ta лицевой, 2 ta изнаночный qilib to'qib kelamiz. Qatori oxirigacha to'qib keldim. 2 ta лицевой, 2 ta изнаночный bilan oxirgi petlamni лицевой qilib to'qiyman. Agar xohlasanglar изнаночный qilib oxirgi petlalarni olishingiz mumkin. Mana hozir sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana bu plankamizni mana bu cheti zubchik bo'lib chiqishi uchun, cho'zilib ketmasligi uchun oxirgi petlamni лицевой olib to'qiyman. Keyin birinchi petlamni hozir ko'rsatib ketaman sizlarga. Birinchi petlamizni mana bu ipimiz mana orqa tomonga o'tib oldi tomondan olamiz. Shunda mana bu yerda zubchikimiz hosil bo'ladi. Oxirgi petlani лицевой olib, birinchi petlani xuddi shuna qilib olamiz. Yana ikkinchi qatorimizni ham xuddi shuna to'qib olamiz. 5 qator 2 ga 2 rezinka to'qib oldik. Mana bu лицевой tomoni, mana bu изнаночный tomonimiz. Лицевой tomonimizdan hozir tugmaga teshik ochamiz. 5 ta qatorda mana 5 ta qatorimiz bo'ldi. 1 2 3 4 5. 5 ta qatorimizda tugmaga teshik ochamiz. O'ng tomondan ochamiz. O'g'il bola uchun qatori boshida, qiz bola uchun qatori oxirida ochiladi. Biz hozir o'g'il bola uchun to'qiganimiz uchun qatorimizni boshida tugmaga teshik ochib ketamiz va yana 2 qator rezinkamizni to'qiymiz. Mana 3 ta petla to'qib oldim. Bitta nakit oldim. Bitta изнаночныйni ikkitasini bitta qilib to'qib oldim. Yana rezinkamizni 2 rezinkamizni davom etib to'qib ketamiz. Yana 2 qator
qatorimiz oxirigacha to'qib, yana orqa tomonini to'qib kelganimizdan keyin reglan uzorlarini, reglanimizni to'qishimizni boshlaymiz. Bitta qatorimizni to'qib borib, ikkinchi orqa tomonini ham to'qib keldik. Orqa tomonimizda hozir mana bu tugmaga teshik ochgan joyini ham ko'rsatib ketmoqchiman. Bitta iznanочный petlyamiz. Mana bu yerda biz teshik ochgan joyimiz. Bitta лицевой petlyamizni to'qiymiz. Yana bu nakitimizni ham лицевой qilib to'qiymiz. Keyin ikkita iznanочный, oxirgi petlyam yana лицевой qilib to'qiladi. Mana tugmaga teshigimizni ochib oldik. Endi bu tomonimizdan hozir markerlarimizni qo'yib, petlalarimizni bo'lib olamiz. 7 qator rezinkamizni to'qib kelganimizdan keyin reglanlarni bo'lib olamiz. Reglanimizda ajurlarimiz bor. Ham birinchi boshlaganimizda rastok to'qish bilan boshlaymiz. Rastokimiz mana bu oldi bilan orqasini o'yindisi bo'lib chiqadi. Rastok to'qiganimizdan keyin reglanlarimizni birgalikda qo'shib ketamiz. Hozir ham reglanimizni to'qiymiz, ajurimizni to'qiymiz, ham rastok qismini birgalikda to'qishni davom ettirib ketamiz. Hozir men reglan petlalarimni bo'lib oldim. Bizda 86 ta petlyamiz bor edi. 86 ta petlyamizni hozir mana ikkita oldi tomoniga 17 tadan petla bo'lib oldim. 10 ta petlyamiz oldi tomoniga, 7 ta petlyamiz, 7 tadan planka petlyamiz bo'ladi. Mana plankamizni petlasi 7 ta petla, qolgan petlyamiz oldi petlyamiz hisoblanadi. Ikkita oldi petlyamiz 17 tadan, bittadan petlalarimiz reglan uchun bo'lib olamiz. 11 tadan qo'l uchun bo'lib olamiz. 26 ta orqa tarafi uchun bo'lib olamiz. Hozir rastok to'qiymiz. Rastok to'qilishini yo'lini ozgina tushuntirib ketaman. To'qishni boshlaganimizda hozir biz orqa tomondan boshlaymiz. Mana bir tomon, men bitta tarafini лицевой to'qib keldim. Boshdan oxirigacha hamma petlalarimizni лицевой bilan to'qib keldim. Endi orqa tarafini to'qib kelganimizdan keyin mana bu oldi tomoniga kelib ikkita petlyamizni to'qiymiz oldi tomondan, yana orqaga qaytib kelamiz. Xuddi shuna qilib bu tomondagi oldi tomondan yana ikkita petlyamizni to'qib, yana orqaga qaytib kelamiz. Bu tomonda keyin ikkita o'sha petlaga kelganimizdan keyin yana ikkita qo'shimcha to'qiymiz, yana qaytamiz. Xuddi shuna qilib mana bu yerdagi petlalarimizni, plankamizni petlasi qolguncha orqa tomonini ko'paytirib to'qib kelamiz. Keyin yana uzorimizni mana bu reglan petlalarimiz bilan birgalikda yana davom ettirib ketamiz. Rastogimiz chiqqandan keyin bizga kerakli mana bu uzunlik kelib chiqqandan keyin biz to'qishni yana davom ettirib ketamiz. Hozir men sizlarga aytib o'tganimdek 7 qator rezinka to'qiganimizdan keyin bir qator hamma petlalarimni лицевой bilan to'qib keldim. Endi hozir orqa tomonini to'qib kelganimizdan keyin oxirigacha to'qimaymiz. Ikkita petlagacha to'qib kelganimizdan keyin reglandagi ajurlarimizni to'qib boshlaymiz. Hozir birinchi boshidagi mana petlyamizni, 7 ta petlyamizni лицевой qilib to'qib olamiz. Planka petlyamizni лицевой bilan to'qiymiz. Qolgan petlalarimizni iznanочный bilan hozir mana 5 ta bo'ldi. 6 7 mana 7 ta petlyamni, planka petlyamni лицевой bilan to'qidim. Endi qolgan petlalarimizni hammasini iznanочный bilan to'qib, mana bu sariq markerimizgacha ko'rasizlar. Bu tomondagi oldidagi 17 ta petlyamiz qolguncha hamma petlyamizni iznanочный bilan to'qib kelamiz. Mana orqa tomonini iznanочный petlalar bilan to'qib keldim. Reglanimiz, mana oxirgi reglanimizga keldik. Reglanning petlasini to'qib, orqa tomonda ikkita petla to'qiymiz. Orqaga qaytamiz. Orqaga qaytganimizdan keyin mana bu petlamizni hozir yo'lini ko'rsatmasligi, teshik bo'lmasligi uchun men ko'p videolarimda ko'rsatganman. Reglanimiz mana bu oldi tomondagi petlalarimiz teshik holda ko'rinmasligi uchun mana bu petlamizni olganimizdan keyin
mana yumshoq qilib tortib, bitta petlani ikkita petlaga aylantirib olib, yana litsovoy petlamiz bilan yonidagi petlani to'qib olamiz. Mana bitta petlamiz, ikkita petla hosil bo'ldi. Endi reglan petlalarimizni to'qiymiz. Men markerimni olib qo'yaman reglanda, chunki ajurlarimiz bo'ladi, belgi bo'lib turadi. Reglanimizni mana birinchi boshidan to'qishimizni boshlaymiz. Birinchi ajurimizni bitta nakit, bitta litsovoy, yana bitta nakit. Mana birinchi reglanimizni ajurini to'qib oldik. Endi qo'ldagi petlalarimizni 11 ta petlamizni to'qib kelamiz. Qo'ldagi petlalarimizni to'qib kelganimizdan keyin ikkinchi ajurimizni ham to'qiymiz. Mana ikkinchi reglanga keldik. Bitta nakit, yana bitta litsovoy petlamiz, reglan petlamiz, yana bitta nakit. Mana boshida va oxirida nakitimiz. Endi orqadagi petlalarimiz 26 ta petlamizni to'qib kelamiz. Mana orqa tomondagi petlalarimizni to'qib keldik. Qo'l tomoniga keldik. Yana reglanimizni to'qib olamiz. Bitta nakit, bitta litsovoy, yana bitta nakitimiz. Endi mana qo'lini to'qiymiz. 11 ta petlamiz. To'rtinchi reglanimizga keldik. Mana bu yerdagi reglanimiz 1, 2, mana bu 3. To'rtinchi reglanimizga keldik. Yana bitta nakit, bitta litsovoy, yana to'g'ri to'qib qoldi. Bitta litsovoy, yana bitta nakit. Endi mana nakitdan keyin yana ikkita petla to'qiymiz. Oldi tomonimizda 17 ta petlamiz bor. Aytganimdek, 10 tasi oldi tomonimizga bo'linadi, 7 tasi plankamiz. Shu 10 ta petlamizni to'qib kelgunimizcha bizni rastokimiz ancha yetib qoladi. Hozir yana orqaga qaytamiz. Mana bu oxirigacha to'qimaymiz. Orqaga qaytib, mana bu oxirgi to'qigan petlamni, mana oxirgi petlamni olib oldi tomondan aylantiramiz. Mana yana ikkitali petla qilib, mana oldi tomondan aylantirib petlamni orqaga olib o'tib iznanishni to'qiymiz. Mana bu petlamiz, bitta petlamiz ikkita bo'ldi mana. Endi hamma petlalarimizni u tomondagi xuddi shunaqa qilib ikkita petla to'qiganimizgacha, agar adashib qolsanglar belgi qo'yib olinglar, to'qib o'tib ketib qolmasligi uchun, chunki o'rtada ajurlarimiz ham bor. Ajurlar bilan adashtirib qo'ymanglar. Hozir oxirigacha to'qib kelamiz. O'sha ikkita petla qolguncha mana bu yerda oxirgi yana mana bu yerda mana ikkita petlamiz turibdi. Shu petlamizgacha hamma petlalarimizni iznanchni bilan to'qib kelamiz. Ajurlarimiz ham mana iznanchni bilan to'qiladi. Mana reglanimizni ajurlari. Mana qatorimizni oxirida to'qigan, qaytgan joyimizgacha keldik. Hozir reglanlarimizni to'qiymiz. Reglanimizni mana 3 ta petlasi. Reglanda bitta petlamiz 3 ta bo'ldi. Endi mana bitta petlamizni to'qiymiz. Yana bu yerda mana bitta petlamiz ikkitali bo'lib turibdi. Buni iznanchni tomonidan qanaqa qilib teshiksiz to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Spitsamizni mana bu orqa tomondan o'tkazamiz. Mana bu orqa tomondan ichidan o'tkazib olishimiz kerak. Hozir ko'rsatganimda tushunib olasizlar. Mana orqa tomondan, mana bu orqa tomondan mana olib petlamizni to'qib olganimizda umuman teshik hosil bo'lmaydi. Hozir mana yana ikkita petla to'qiyman. Qaytganimda ko'rasizlar. Mana ikkita petla yana to'qidim. Yana orqaga qaytdim. Mana hozirgi teshik
hosil bo'lmagan petlyamiz. Endi yana petlamizni olib bo'shroq olamizda ikkitali qilib oldiga aylantirib olamiz va to'qishimizni yana davom ettirib ketamiz. Hozir reglangacha to'qiymiz. Reglanimizni mana ajur reglanimizni to'qishimizni boshladik. Endi bu yerda o'rtada 3 ta petlyamiz qoladi. Yana yonlaridan ajur to'qiymiz. Birinchi mana bitta petlyamiz ajur to'qidik. O'rtada 3 ta litsevoy to'qiymiz. Yana chetidan ajurimizni bitta nakit olamiz. Yana qo'l petlalarimizni to'qib olamiz. 11 ta qo'limiz petlalarimiz. 11 ta qo'limiz petlasini to'qiganimizdan keyin ikkinchi reglanimizni ajurini to'qiymiz. Bitta nakit, 3 ta litsevoy, yana bitta nakit. Endi orqa petlalarimizni to'qib kelamiz. Mana keyingi reglanimizga keldik. Yana nakit olamiz. Yana 3 ta litsevoy petlamiz, yana nakit olamiz. Yana 11 ta qo'l petlamizni to'qib kelamiz. Mana 11 ta petlamizni to'qib kelganimizdan keyin yana bitta reglan petlamiz. Reglanimiz mana 3 nakitdan keyin 3 ta litsevoy, yana bitta nakit. Endi mana bitta litsevoy, bu yerda mana tashab ketgan petlamiz, ikkitali qilgan petlamizni oldi tomondan, mana buni oldi tomondan olib to'qib olamiz. Mana litsevoy holiga keldi. Yana yonidan qo'shimcha ikkita petla to'qib yana orqaga qaytamiz. Mana orqa tomonini ko'payayotganini ko'ryapsizlar. Xuddi shunaqa holda bo'lishi kerak. Endi yana orqaga qaytamiz. Mana bu petlamizni mana bo'sh turgan holida petlani orqa tomondan aylantirib, mana to'qishga chiqarib olaman. Mana bizda ikkita petlamiz hosil bo'ldi. Endi hamma petlalarimizni keyingi oldi tomonigacha reglan petlalarimizni ham iznanishni bilan to'qiymiz. Mana nakitlarimiz, ajurlarimizni iznanishni bilan to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib orqa tomonini hammasini iznanishni bilan keyingi mana bu keyingi petlamizgacha ikkitali petlamiz, reglandan keyin 4-chi petlamizgacha iznanishni bilan to'qib kelamiz. Mana reglangacha to'qib keldik. Oldi tomoniga 4 ta petlamiz to'qigan joyimizgacha 4 ta petlamizni mana 4-chi petlamiz bu. Yana orqa tomondan hozir men petlamni chiqarib olaman, sal yumshatib. Mana spitsamni chiqarib olishim kerak. Ozgina sal yumshatib olamiz. Bo'shatib olamiz. Orqa tomondan o'tkazib petlamizni iznanishni qilib to'qib olishimiz kerak. Mana to'qib oldik. Yana ikkita petla to'qiymiz. Yana orqaga qaytamiz. Xuddi shuna qilib yana birinchi mana bu to'qib kelgan petlamizni oldi tomoniga mana aylantirib ikkitali petla qilib to'qishimizni davom ettiramiz. Mana bu petlalarimiz orasida teshik hosil bo'lmasligi uchun hozir to'qidik. Mana bu petlamizni yana oldi tomondan reglanimizni to'qiymiz. Reglanimizni ajuri. Yana bitta nakit olamiz. O'rtada 1, 2, 3, 4, 5. O'rtada 5 ta petlamiz, yana bitta nakit olamiz. Endi qo'l 11 ta petlamizni to'qib kelamiz.
Mana ikkinchi reglanimizga keldik. Yana bitta ajur nakit olamiz. O'rtada 5 ta petlamizni, reglan petlamizni to'qib olamiz. Yana oxirida bitta nakit. Orqa tomondagi petlalarimizni to'qib kelamiz. Keyingi reglanimizga keldik. Yana bitta nakit, o'rtada 5 ta petlamiz. Yana bitta nakit. Yana qo'l 11 ta petlamizni to'qib kelamiz. Yana mana oldi tomondagi hozir yana ajurimizni to'qishimiz uchun bitta nakit olib 5 ta petlamizni to'qib olamiz. Mana to'qib oldik. Endi yana bu tomonda ham xuddi shuna qilib 4 ta petlamizni to'qiymiz. 4-chi petlamiz mana aytganimdek yana ikkitalik bo'lib turibdi. Buni litsevoy tomondan to'qiganimizda mana bu oldidan petlamizni to'qib kirgizib olamiz. Mana litsevoy holiga keldi. Yana ikkita petlamizni to'qiymiz. Mana bu yerda ko'rganingizdek mana teshik hosil bo'lmayapti. Yana orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib yana ikkitalik petla hosil qilib hamma petlalarimizni keyingi xuddi shu petlamizni to'qigan joyimizgacha iznanchniy bilan mana bu oxirgi kelgan ikkitalik petlamizgacha mana bu yerda ikkitalik petlamiz bor. Mana reglanga yaqin. Shu yergacha hozir hamma petlalarimizni iznanchniy qilib to'qib kelamiz. Mana oxirgi reglangacha iznanchniy bilan to'qib keldik. 1 2 3 4 5 mana 6-chi petlam yana xuddi shuna qilib sizlarga aytganimdek orqa tomondan bu petlani mana orqa tomondan kirgizib olib mana to'qib oldim iznanchniy qilib. Yana xuddi shuna qilib ikkita iznanchniy to'qib olamiz. Yana orqaga qaytamiz. Mana buni yana ikkitalik petla qilib reglangacha to'qib kelamiz. Mana reglanimizgacha to'qib keldik. Reglanimizda yana bitta ajur to'qishimiz kerak. Yana bitta nakit 1 2 3 4 5 6 7. Mana 7 ta o'rtada litsevoy petlamiz bor. Yana bitta nakit qilib yana 11 ta qo'l petlalarimizni to'qib kelamiz ikkinchi reglanimizgacha. Mana ikkinchi reglanimizga keldik. Yana bitta ajur nakitdan keyin yana 7 ta petlamiz o'rtada reglanda. Yana bitta nakit. Endi orqa tomondagi petlalarimizni to'qiymiz. Mana orqa tomonni to'qib keldik petlalarimizni. Yana keyingi ajurimizni bitta nakit, 7 ta litsevoy, yana bitta nakit. Yana ikkinchi qo'l petlalarimiz 11 ta petlamizni to'qiymiz. Mana yana bitta ajur 1 2 3 4 5 6 adashdim. Mana bitta nakitdan keyin 7 ta litsevoy, yana bitta nakit olamiz. 1 2 3 4 5 mana 6-chi petlamiz litsevoy petlamiz. Buni ham mana oldi tomondan olib litsevoy bilan to'qib olamiz. Yana ikkita petla to'qiyman. Yana xuddi shuna qilib orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib mana bu yerdan o'sha orqaga qaytmaymiz. Hozir qator oxirigacha to'qib kelaman. Bizda 4 ta ajur bo'ldi. Biz keyingi qatorimizdan o'sha ikkinchi ajurimizni to'qishni boshlaymiz. Mana
bitta ajurimiz to'rtta ajur bo'ladi. Bitta reglanimizda, bitta uzori. Keyin o'rtada mana platochniklar to'qishimiz kerak. Ikkinchisi boshlanadi. O'shaning uchun men rastok to'qishni to'xtataman. Rastokimiz yetarli. Hozir mana shu to'qiganimizdan qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Orqaga qaytmaymiz. Bu bizni 8-qatorimiz bo'ladi. Rastok to'qiganimizda 8-qatori. Birinchi litsevoy qatorimizni hisobga olsak 9-qatorimiz bo'ladi. Bu orqaga qaytib to'qiganimizda bu 10-qatorimiz bo'ladi hisobimiz bo'yicha. Endi orqa tomondan mana bu petlyamizni 7tasini litsevoy qilib to'qiymiz. Mana 7ta petlyamizni litsevoy to'qib olamiz va qolgan petlalarimizni hammasini iznanchniy qilib to'qib kelamiz. Mana oxirigacha hamma petlalarimizni iznanchniy bilan to'qib keldim. Oxiridagi yana mana bu yerdagi bitta petlamiz, ikkitali qilgan petlamiz bor. Uni ham iznanchniy qilib olamiz. Keyin 1-2ta petlam mana iznanchniy. Bu yerdagi petlamni endi yana litsevoy qilib to'qib olaman. Yettita petlamiz, plankamiz petlasi litsevoy bilan to'qiladi. Mana 7ta petlamiz litsevoy, qolgan aytganimdek ikkita qolgan petlamni iznanchniy bilan davom ettirib kelamiz. 7ta petlamiz litsevoy va orqaga qaytamiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Birinchi ajurimiz, reglan ajurimiz tugadi. Bizda mana bunaqa dumaloq shakl mana bo'ldi. Rastokimiz, mana bu rastokimiz. Mana bu oldiga bukilganda mana bunaqa shakl hosil bo'lishi uchun. Endi ikkinchi rastokimiz, ikkinchi reglanimizni uzorini to'qishni boshlaymiz. Bu yerda mana bizda platochniy petlalarimiz bor. Men platochnikni iznanchniy qilib to'qidim, litsevoy qilib to'qimadim, chunki orqa tomondan to'qiganimizda hamma petlalar bir xillikda iznanchniy bo'lib tushishi uchun oldi tomondan platochniklarimizni iznanchniy qilib to'qidik. Mana yana ko'rsatib o'taman. Bu yerda 4 ta ajurimiz bo'lishi kerak. O'rtadagi petlalarimiz 9 ta petla bo'lishi kerak. Biz har safar to'qiganimizda mana 5 ta ajur to'qiganimizda xuddi shuna qilib to'qiymiz. Hozir men yana bir marta reglan petlalarimizni ko'rsatib beraman. Keyin qolganini o'zimiz to'qishni davom ettiramiz. Hozir mana reglangacha petlalarimizni hammasini to'qib kelamiz litsevoy bilan. Mana bu reglanimizgacha. Bu yerda hozir litsevoy emas, iznanchniy to'qishim kerak edi. Uzr so'rayman. Bu yerda iznanchniy qilib olsak osonroq bo'ladi orqa tomondan to'qishimizga. Orqa tomonda ikkita litsevoy, ikkita iznanchniy qilib sanashimiz qiyin bo'lgani uchun men oldi tomondan ko'rsatmoqchiman. Hozir mana 7 ta petlamiz, plankamiz petlasi. Endi iznanchniy bilan to'qishni davom ettiramiz. O'nta petlamizni iznanchniy qilib to'qib keldik. Mana 7 ta petlamiz, plankamiz petlasi litsevoy to'qiladi. 10 ta petlamiz iznanchniy to'qib keldik. Endi bu yerdagi mana bitta boshda boshlagan petlamizgacha petlalarimizni litsevoy to'qib olishimiz kerak. 4 ta petlamiz mana litsevoy to'qiladi. 3 ta, 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. O'rtadagi petlamizni yana xuddi shuna qilib bitta nakit, bitta litsevoy, bitta nakit bilan yana 4 ta petlamiz reglan petlamiz bo'ladi. Buni litsevoy to'qiymiz. Qolgan petlalarimizni keyingi reglangacha yana 11 ta petlamizni iznanchniy to'qiymiz.
11 ta qo'l petlamiz iznanchni to'qildi mana. Endi yana reglanimizga keldik. Reglanimizni 4 ta petlasini лицевой to'qiymiz. Bitta nakit, mana o'rtadagi petlamizni reglan petlamiz bo'ladi. Yana bitta nakit, yana 4 ta лицевой to'qiymiz. Mana endi orqadagi petlamiz, orqa tomonimiz petlasi 26 ta petlamizni yana iznanchni bilan to'qib kelamiz. Mana orqa tomondagi petlalarimizni iznanchni bilan to'qib keldik. 26 ta petlamizni. Endi yana reglanimizga keldik. 1 2 3 4. 4 ta reglan petlamiz, bitta nakit, bitta лицевой, bitta nakit, yana 4 ta petlamizni to'qiymiz. Endi yana qo'l petlamizni, 11 ta petlamizni iznanchni bilan to'qiymiz. Mana 11 ta petlamni iznanchni bilan to'qib keldim. Yana oxirgi reglanimizga keldik. 4 ta petlamiz лицевой to'qiladi. 3 4. Mana 4 ta petlamiz лицевой to'qildi. Bitta nakit, bitta лицевой, bitta nakit, yana 4 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Mana oxirgi reglanimizni ham to'qib oldik. Endi oldida yana 10 ta petlamiz iznanchni to'qiymiz. 7 ta petlamiz plankamizni petlasini лицевой to'qiymiz. Mana 10 ta petlamizni to'qib oldik. Endi plankamiz petlasini лицевой bilan to'qib olamiz. Mana birinchi qator ajurimizni to'qib chiqdik. Ikkinchi ajurga o'tdik. Endi orqa tomonimizda hamma petlalarimizni faqat boshidagi 7 ta petlamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7. Mana boshidagi 7 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Oxirdagi 7 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Qolgan hamma petlalarimizni iznanchni bilan to'qib kelamiz. Orqa tomonni iznanchni bilan to'qib keldim. Hamma petlalarni oxirida planka petlamizni лицевой bilan to'qib oldik. Endi ikkinchi qatorimizga, ajurimizni ikkinchi qatorini to'qishga o'tamiz. Bu qatorda ham yana iznanchni petlalar bilan oldi tomondan to'qishimiz kerak. Hozir 7 ta petlamiz, planka petlamizni to'qib olamiz. Mana 7 ta petlani to'qib oldim. Endi yana 10 ta petlamizni iznanchni bilan to'qib olamiz. Mana bu yerda reglan petlamizga keldik. Bu yerda yana xuddi shu to'qiganimizdek 4 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Endi yana bitta nakit olamiz. O'rtada xuddi boshida to'qiganimizdek 3 ta petlamiz o'rtada qoladi. Yana nakit olib, yana 4 ta лицевой petlamizni to'qib olamiz. Mana reglanimizni ikkinchi qatorini, ikkinchi ajurini to'qib oldik. Endi qo'l petlamiz, qo'ldagi 11 ta petlamizni to'qib olamiz iznanchni bilan. Mana yana reglanimizga keldik. Reglanimizni buni ham xuddi shunaqa qilib 4 ta petlamizni to'qib olamiz. Bitta ajur olamiz, nakit, 3 ta лицевой to'qiladi, yana bitta nakit, yana 4 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Endi orqadagi 26 ta petlamiz yana iznanchni to'qib kelamiz. Mana keyingi ajurimizga keldik. Yana 4 ta лицевой to'qiymiz. Bitta nakit, o'rtadagi 3 ta petlamizni to'qib olamiz. Yana bitta nakit, yana 4 ta лицевойimizni to'qiymiz. Yana bu
qo'l petlamiz, 11 ta qo'l petlamizni to'qiymiz. Yana oxirgi mana reglanimiz 4 ta petlamiz лицевой to'qiladi. Bitta nakit, 3 ta лицевой, 3 ta лицевой, yana nakit, yana 4 ta лицевой, yana oldidagi 10 ta petlamizni iznanchniy qilib to'qiymiz. Uzorimizni ikkinchi qatori, yana ikkita qatorimizni endi mana bu iznanchniy petlalarimizni o'rniga лицевой petlalar bilan to'qiymiz. Endi mana 7 ta petlamiz, plankamiz petlasini лицевой bilan to'qiymiz. Orqa tomonini yana xuddi shunaqa aytganimdek 7 ta petlamiz, plankamiz petlasi platochnikda to'qiladi лицевой bilan. 7 ta petlamiz лицевой, qolgan qatorimiz oxirigacha yana 7 ta petlamiz qolguncha hamma petlalar лицевой iznanchniy to'qiladi. Iznanchniy bilan to'qib kelamiz. Qatorimiz oxirida yana 7 ta petlamizni лицевой bilan to'qib olamiz. Mana iznanchniy tomon to'qib keldik. Endi ikkita platochnikdan keyin keyingi qatorlarimizni xuddi birinchi qatorimizda to'qigandek лицевой bilan to'qishni davom ettirib ketamiz. Plankamizni 7 ta petlasini to'qib olamiz. Yettita petlamizni to'qib olganimizdan keyin qolgan petlalarimizni ham лицевой bilan to'qishni davom ettirib ketamiz. O'nta petlamizni лицевой bilan to'qib kelamiz. Mana 10 ta petlamni лицевой bilan to'qib oldim. Endi mana bu yerdagi petlalarimiz ham лицевой bilan to'qiladi. 4 ta petlamni to'qiyman. 4 ta petladan keyin mana ajurimizga keldik. Bitta petlamizni yonidan bittadan ajur qilgandik. Hozir mana bu 3-ajurimizga kelganimizdan keyin bitta nakit olganimizdan keyin 1 2 3 4 5. Mana 5 ta o'rtada petlamiz bo'ldi. Yana bitta nakit olamiz. Yana 4 ta petlamizni to'qiymiz. Qolgan bu yerda petlalarimiz hammasi лицевой bilan to'qiladi. Faqatgina o'rtasiga mana ajurimizga kelganimizda yonidan bitta nakit qo'yib, o'rtadagi 5 ta petlamizni ham лицевой bilan to'qiymiz. Bu yerda xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Hamma petlalarimizni лицевой bilan to'qib kelamiz. Ikkinchi ajurimizga kelganimizda ham yana to'qib kelib, o'rtada mana bitta nakit bilan yana ajurimizni to'qiymiz. Hozir to'qib kelamiz o'zimiz лицевой bilan. Ikkita qatordan keyin yana лицевой bilan davom etamiz. To'qib keldim. Mana bu ajurdan keyin 4 ta petlamiz, yana o'rtadagi 11 ta petlamiz, yana 4 ta petlamiz hammasi лицевой bilan to'qildi. Yana bitta nakit olib, o'rtada 5 ta petlamizni, reglan petlamizni to'qib olamiz. Yana bitta nakit olib, yana hamma petlalarimizni keyingi mana bu ajurimizgacha лицевой bilan yana to'qib kelamiz. Mana keyingi ajurimizgacha to'qib keldik. Orqa tarafini лицевой bilan to'qib kelganimizdan keyin keyingi ajurimizda yana bitta nakit bilan o'rtada 5 ta petlamizni to'qib olamiz лицевой bilan. Yana bitta nakit qilib, yana o'rtadagi petlalarimizni лицевой qilib, mana bu nakitimizgacha to'qib kelamiz. Mana oxirgi reglanimizga keldik. Yana bitta nakit olib, o'rtada 5 ta petlamizni to'qiymiz. Yana bitta nakit olamiz. Qolgan petlalarimizni hammasi oxirigacha лицевой bilan to'qiladi. Mana qatorimizni oxirigacha to'qib keldik.
Endi orqa tomonimizni to'qiganimizda xuddi hammasini to'qiganimizdek 7 ta petlamiz litsevoy bilan to'qiladi. Qolgan petlalarimiz hammasi iznanchnik bilan to'qib, oxirida yana 7 ta petlamiz litsevoy bilan to'qib kelamiz. Orqa tomonini to'qib keldik iznanchnik petlalar bilan. Oldi tomonni hammasini mana petlalarimizni to'qib keldik litsevoy bilan. Mana ajurimizga keldik. 3 ta ajurimiz bor. Oxirgi 4-ajurimizni to'qiymiz. Bitta nakit olib, o'rtada 7 ta petlamizni litsevoy qilib to'qiymiz. Yana bitta ajur olamiz. Qolgan petlalarimiz yana litsevoy bilan to'qiladi. Mana xuddi shuna qilib bu qatorimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Litsevoy bilan to'qiymiz. Mana bo'tga kelganimizda 4-ajurimizni nakit to'qiymiz. 7 ta litsevoy nakit. Keyingisida ham xuddi shuna qilib nakit, 7 ta litsevoy nakit. Xuddi shuna qilib reglanlarimizni to'qib kelamiz. Orqa tomonini yana iznanchnik bilan to'qib kelamiz. Keyingi ajurimizga yana birgalikda to'qishni davom ettiramiz. Ikkinchi ajurimizni to'qib bitirib oldik. Endi uchinchisini boshlaymiz. Hozir men boshidan ozgina ko'rsatib ketaman, qolganini o'zimiz to'qiymiz. 5 ta ajur bo'lguncha to'qib kelamiz. Xuddi shuna qilib mana ajurlarimiz. Hozir biz mana birinchi ajurimizni va ikkinchi ajurimizni to'qidik. Xuddi shuna qilib har bitta ajurimizda platochniklarimiz bilan birgalikda to'qishni davom ettirib ketamiz. Men boshida ozgina ko'rsatib ketaman, qolganini o'zimiz tushunib oldik deb o'ylayman, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hozir mana bu o'rtadagi petlamizgacha hammasini to'qib kelamiz. Hozir bu tomonda ham iznanchnikimiz bor, uni ham ko'rsatib ketaman. 7 ta petlamiz, plankamizni petlasini to'qib olamiz. 7 ta petlani to'qib oldim. Endi ajurimizgacha to'qib kelamiz. Mana bu yerdagi ajurimizgacha hamma petlalarimizni bu yerdagi iznanchnik qilib to'qib kelamiz. Spitsamizda oldi tomoniga 10 ta petla olinganda 4 ta petla qo'shildi. Hozir 14 ta petlamiz mana iznanchnik bilan to'qiladi. O'zi belgilari, ajurlari bo'ladi. Ajurlargacha to'qib kelsak, o'zi ko'rinadi mana. Mana iznanchnik bilan to'qib keldik. Endi bu yerdagi ajurimizdan boshlab yana 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. Keyin bitta nakit, bitta litsevoy, yana bitta nakit, yana 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. Mana reglanimizni 3-ajurimizni ochib oldik. Endi qolgan petlalarimiz yana iznanchnik to'qiladi keyingi ajurgacha. Keyingi ajurimizda yana 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. Bitta nakit bilan bitta litsevoy, bitta nakit, yana 4 ta litsevoy to'qib, qolgan petlarimiz, orqa petlalarimiz yana iznanchnik bilan to'qiladi. Hozir men bu tomongacha to'qib kelib yana sizlarga bu qatorini ko'rsatib ketaman. Qolgan qatorlarni o'zimiz to'qishda davom ettiramiz. Hozir qo'ldagi petlalarimiz 11 ta petlamiz bor edi. 4 ta bu tomondan, 4 ta bu tomondan petlalarimiz qo'shildi. Mana qo'ldagi 19 ta petlamiz iznanchnik bilan to'qildi. Endi yana 4 ta petlamizni litsevoy bilan to'qiymiz. Yana bitta nakit, bitta litsevoy, bitta nakit, yana 4 ta petlamiz litsevoy bilan to'qiladi. Endi mana yana orqa tomondagi petlalarimizni hammasini keyingi ajurimizgacha iznanchnik bilan to'qib kelamiz. Mana orqada 34 ta petlamizni to'qib keldik. 34 ta petlamizni iznanchnik bilan to'qib keldik. Endi yana 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. Bitta nakit, yana bitta litsevoy, bitta nakit, yana 4 ta litsevoy. Xuddi shuna qilib mana bu tomonda yana petlalarimizni iznanchnik to'qiymiz.
yana 4 ta litsevoy to'qib, bitta nakit, bitta litsevoy, bitta nakit qilib, yana 4 ta litsevoy qilib, qolgan petlalarni oldi plankamizgacha yana iznanchni to'qib, plankamizni litsevoy bilan to'qib, oxirigacha to'qishda davom ettiramiz. Orqa taraflari har doim iznanchni to'qiladi. Faqatgina plankamizni 7 ta petlasi boshida va oxirida 7 ta petlamizni litsevoy to'qiymiz. Qolgan petlalar hammasi iznanchli bilan to'qiladi. Hozir buni ham o'zimiz to'qib kelamiz. Keyingi o'ng tarafdan yana ko'rsatishni davom ettiraman. Mana ikkinchi qatorimizga keldik. Orqa tarafini to'qib keldim. Plankamizni 7 ta petlasini litsevoy to'qiymiz. Qolgan oldi petlalarimizni iznanchni bilan to'qiymiz. Yana 4 ta petlamiz litsevoy bilan to'qiladi. Yana bitta nakit, o'rtada 3 ta petlamiz, ajurimiz petlasi to'qiladi. Yana bitta nakit. Bu yerdagi yana 4 ta petlamiz litsevoy to'qiladi. Qolgan petlalarimiz yana iznanchli bilan davom ettiramiz. Xuddi mana bu birinchi qatorda qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib ikkita qator platochni to'qiganimizdan keyin 3-4 qatorimiz litsevoy bilan petlalarimiz to'qiladi. Ajurlarimiz xuddi shunaqa qilib o'rtada 9 ta petlamiz bo'lguncha ajurimizni ko'paytirib olamiz. Xuddi shunaqa qilib to'qishda hozir o'zimiz davom ettiramiz. Xuddi shunaqa qilib mana to'qib kelamiz. Men sizlarga mana yana ko'rsataman. Mana ajurlarimiz 2, 3, 4, 5 ta mana. 5 ta ajurimiz bo'lguncha to'qib kelamiz. Keyin 3 ta platochni to'qib, qo'llarini ajratib olib, mana qo'ltiq qismlarini petla qo'shib to'qishda davom ettiramiz. Hozir sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shunaqa qilib to'qishda davom ettiramiz. Keyingi qatorimizni boshida xuddi shunaqa qilib to'qilganda mana shu ajurimizgacha hamma petlalarimiz to'qib kelinadi. Yana xuddi shunaqa qilib, xuddi mana bu qatorlardek qilib to'qishda davom ettiramiz. Biz 3 tish platochni to'qishimiz kerak. 3 tish platochni to'qishimizdan oldin birinchi qatorimizda petla qo'shib ketamiz. Uzurini hozir petlasini chiqarganimizda bizga 4 ta petla yetmaydi. Mana uzurimizni hozir men sizlarga ozginagina tushuntirib ketaman. Uzurimizni mana bitta raportimiz, mana bu bitta raportimiz, mana ko'rayotganingizdek 10 ta petladan iborat. Mana boshidagi bitta petlani hisoblamaganimda 10 ta petlada bitta raportimiz bor. Boshidagi petlamiz bilan 11 ta petla bo'ladi, lekin bu har mana bu hisoblanganda 10 ta petladan hisoblanadi. 10 ta petlamizda bitta raportimiz bo'ladi. Bu tomonda bitta petla, bu tomonda bitta petlamiz bilan 2 ta petla yana qo'shimcha bo'ladi. 8 ta petla, 7 ta petlamiz plankamiz petlasi. O'shi hammasini hozir men hisoblaganimda bizga podrez qo'shamiz. Podrezga 7 tadan petla qo'shganimizda общий hisoblaganimda hozir menda 144 ta petlam bo'lsa, 7 tadan 14 ta petlamiz podrezga qo'shadigan bo'lsak, 158 ta petlamiz bo'ladi. 158 ta petlamiz bo'lsa, bizga yana 4 ta petla qo'shsak, 162 ta petlamiz общий bizni uzurimizga yetarli bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir biz petla qo'shib ketamiz. Bu yerda hozir faqat litsevoy bilan 3 ta tish platochni to'qishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qatorimizda to'qib kelganimizda birinchi petlamizni qo'shamiz. Mana bu oldi tomonga bitta petla qo'shib yuboraman. Bu tomonda ham mana bu uzur tomonga bitta petla qo'shib yuboraman. Xohlagan usulingizda petla qo'shishinglar mumkin. Oldiga 2 ta petla, orqasiga ham xuddi shunaqa qilib 2 ta petla qo'shib yuboramiz. Общий 4 ta petlamiz bo'ladi. 3 tish platochni to'qib kelganimizdan keyin mana 3 tish platochni to'qib kelamiz. Keyin yengini отдельно qilib ajratib, podrezga petlalarimizni qo'shib, uzurimizni chiqarishni boshlaymiz. Hozir petlalarimizni qo'shib olamiz. Men birinchi petla qo'shganimni ko'rsatib ketaman, keyin qolganini o'zingizlar xuddi shunaqa qilib petlalarni qo'shib olib to'qib ketasizlar. Mana litsevoy petlalar bilan to'qib keldim. Markerimizgacha, markerimizni mana bo'lib olganmiz. 38 ta petlamiz bu yerda bor edi. Hozir bitta petlamizni
Mana bu petla bilan bitta petladan ikkita petla chiqarib, bitta petlamizni mana qo'shib oldik. Xuddi shunaqa qilib to'qishda davom ettiramiz. To'qib kelganimizdan keyin aytganimdek orqada yana bitta, orqa tomonda bitta, bu tomonda oldida yana bitta petla, 4 ta petla o'sha qo'shishimiz kerak. Keyin yangi to'qishni boshlagan qizlarimiz bo'lsa 3 tish platochniy to'qishimiz kerak. Buning uchun litsovoy petla bilan boshlaymiz, to'qib oxirigacha kelamiz. Orqa tomondan to'qiganimizda yana orqasidan yana litsovoy petla bilan to'qib davom ettiramiz. O'ngidan yana litsovoy, orqadan yana litsovoy, xullas 6 ta qator litsovoy petla bilan to'qib kelamiz. 7-qatorida qo'llarini ajratishni boshlaymiz. Hozir o'zimiz petlalarimizni qo'shib 6 qator общий mana shu boshlaganimizdan hisoblaganimizda 6 qator 3 tish platochni to'qib kelamiz. Keyin qolganini yana birgalikda davom ettiramiz. 3 qator platochniga to'qib keldim. Mana 3 qator platochni to'qiganimizdan keyin litsovoy petlalar bilan faqat oldi qismini to'qib kelamiz. Yeng qismini bo'lsa bekitib olamiz. Hozir petlalarimizni o'ng tarafdan bekitib olamiz va qo'ltiq qismidan podrezimizga petlalarni qo'shib, oldi bilan orqasini birlashtirib ketamiz. Qo'l qismida 51 ta petlamiz bor. 51 ta petlamizni bekitib olamiz. Ikkita petlamizni bitta qilib, juda ham siq olmasdan mana xuddi shu usulda qo'l petlamizni 51 ta petlamizni bekitib kelamiz. Petlalarimizni bekitib oldik. 51 ta petlamizni. Endi 7 ta petla qo'shib olishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta petla qo'shdim. Endi bu tomonni bu tomonga birlashtirib olamiz. Bu tomonda mana bu birinchi turgan to'qigan petlamizni qo'shib mana ikkita petla to'qib oldim. Endi yana orqaga qaytib mana bu 7 ta petlamizni u tarafiga to'qib kelamiz. Ozgina bo'shatib olamiz. Mana 7 ta petlani to'qib keldim. Bu tarafdan ham yana 2 ta petla to'qib oldim. Yana orqaga qaytaman. Birinchi petlani to'qimasdan oldim. Yonidan yana bitta ikkita petla qo'shib olamiz.
Yana orqaga qaytamiz. Mana petlalarimizni bekitib oldik. Endi bu yerda hozir biz petla qo'shishimiz kerak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta petla qo'shib oldim. Endi bu tomonini birlashtirib ketamiz. Mana bu birinchi to'qigan petlamizni spitsamizga kirgizib olib, 3 tasini bitta qilib to'qib olamiz. Endi orqaga qaytamiz. Orqadagi petlalarimizni birinchi petlani to'qimadim. 7 ta petlamizni iznanishli qilib to'qib olamiz. Yonidan yana bitta petlamni ham iznanishli qilib to'qib oldim. Yana orqaga qaytamiz. Bu tarafdan ham yana iznanishni лицевой qilib to'qib ketaman. Yonda yana bitta petla qo'shib to'qib olaman. Orqaga qaytamiz. Bu tarafda mana ikkita platochnik ko'rinishda bo'ldi. Yana orqaga qaytamiz. Endi лицевой to'qiymiz. Yondan yana bitta petla qo'shib to'qidim. Ikkita bo'ldi. Yana orqaga qaytamiz. Yana лицевой to'qiymiz. Bu qatorda mana 3 qator platochnik bo'ldi bu yerda ham. Bu 3 qator platochnik bilan bir xil ko'rinishda bo'ldi. Endi shu bilan to'qib, keyingi qo'limizgacha to'qib kelamiz. Mana qo'ltiq qismini to'qib oldik. Endi ikkinchi tomonigacha to'qib kelamiz. Orqa tomonini to'qib keldim. Endi ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib bekitib, xuddi shu birinchisini ko'rsatganimdek qilib, xuddi shunaqa qilib to'qib olasizlar. Petlalarimizni ikkitasini bitta qilib bekitib kelamiz. 7 ta petla
podrezda petlasini qo'shib, xuddi birinchi tarafini qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib to'qib kelamiz. To'qib kelganimizdan keyin oldi tarafigacha hamma petlalarimizni litsevoy bilan to'qib, orqa tarafini hammasini iznanishni bilan faqatgina mana bu plankamizni petlarini litsevoy bilan to'qiymiz. Qolgan hamma petlarimizni iznanishni bilan to'qib kelib, uzorimizni to'qishimizni boshlaymiz. Yenglarni ajratib olganimizdan keyin litsevoy qatorda yenglarni ajratib oldik, iznanishni qator to'qib keldik. Endi uzorlarimizni to'qishni boshlaymiz. Uzorimizni mana hozir ko'rsatib o'taman. Uzorimiz 10 ta petladan iborat uzor. Bitta raportimizda 10 ta petla bo'ladi. Mana bu tomondan sizlarga ko'rsataman. Mana bitta mana bu yerda petlamiz bo'lsa, mana bu yerda ham o'rtada ikkita petlamiz bor. Mana shu bitta raportimiz hisoblanadi. Har 10 petlada bitta raportimiz. Bizda hozir 15 ta raport qo'yamiz. Mana 4 ta raportdan oldida, mana orqada 15 ta raport, bitta hozir jiletkamizga 15 ta raport tushadi. Oxirida raportimiz tugamasdan oxirgi uchburchagimizdan keyin yana tugaydi uzorimiz. Hozir birgalikda to'qiymiz. Birinchi plankamizni 7 ta petlasini to'qib olamiz. Yettita petlamizni to'qib oldik. Endi uzorimizni to'qishni boshlaymiz. Uzorimiz boshida boshlanganda bitta petla bilan boshlanadi, oxirida tugaganda ham birinchi petlamiz litsevoy bilan boshlanib, yana oxirgi petlamiz litsevoy bilan tugaydi. Shunda zerkalniy bo'lib tugaydi. Ikkita taraf bir xil bo'lib. Birinchi petlamiz litsevoy, bitta nakit, ikkita petlamizni bitta qilib to'qiymiz. Mana ikkita petlamizni chapga qarab og'dirib to'qib oldik. Endi o'rtada 4 ta petlamiz bor. 4 ta litsevoy, yana ikkita petlani bitta qilib o'ng tomonga og'dirishimiz kerak. Buning uchun ikkita petlamizni yo'lini almashtirib o'ng tomonga og'dirib oldik. Mana bittasi chap tomonga og'adi, bittasi o'ng tomonga. O'rtada 4 ta petlamiz bor. Yana bitta nakit, ikkita litsevoy. Mana bizni bitta raportimiz. Yana bitta nakit, ikkita petlamiz bitta olinadi, chapga og'dirib, o'rtada 4 ta litsevoyimiz. 4 ta litsevoydan keyin yana ikkita petlamizni yo'lini almashtirib o'ngga og'dirib to'qib olamiz. Yana nakit, ikkita litsevoy, yana nakit, yana ikkita petlamizni chapga og'diramiz. Yana 4 ta litsevoy. Mana 4 ta litsevoy, ikkita petlamiz. Yana o'ng tomonga og'dirib olamiz, yo'lini almashtirib. Yana nakit, yana ikkita litsevoy. Xuddi shuni takrorlaymiz oxirigacha. Mana hozir bizda 1 2 mana 1 2 3 ta 3 ta raportimiz tushdi. Xuddi shuna qilib birinchi qatorimizni oxirigacha to'qishni davom ettiramiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Qatorimizni oxirida mana yana ikkitasini bitta qilib 4 ta petlamiz litsevoy, yana ikkitasini bitta qilib bitta nakit bilan oxirgi mana litsevoy petlamiz. Bu qatorimizni oxiri. Keyin 7 ta petlamizni to'qib olamiz. Orqa tomonini hammasini iznanishni bilan to'qiymiz. Faqat plankamizni 7 ta petlasi boshida, 7 ta oxirida litsevoy bilan to'qiladi. Qolgan qismlarimiz hammasi iznanishni bilan to'qiladi. 7 ta petlamizni litsevoy to'qib olamiz. Bu qatorimizni ikkinchi qatori, uzorimizni 6 ta, mana 7 ta petlani to'qib oldim.
Qolgan petlalarimizni hammasini mana nakitlarimizni ham iznanchniy bilan qatorimizni boshigacha to'qib kelamiz. Birinchi, ikkinchi qatorimizni to'qib oldik. Birinchi qatorimiz uzur, ikkinchi qatorimiz iznanchniy tarafi. Iznanchniy petlalar bilan to'qib keldik. Endi uchinchi uzurimiz uchinchi qatorga keldik. 7 ta plankamiz petlasini to'qib oldim. 1 2 ikkita litsovoy petla to'qib oldik. Bitta nakit. Yana ikkita petlamizni bitta qilib to'qiymiz. O'rtada ikkita petla litsovoy to'qiymiz. Yana bu tomonda ham xuddi birinchi qatorda to'qiganimizdek ikkita petlamizni bitta qilib o'ng tomonga og'dirib olamiz. Mana o'rtada 4 ta petlamiz, 6 ta общий petlamiz bor edi, 4 ta qoldi. Yana bitta nakit. 1 2 3 4. Mana ikkita petlamiz 4 ta bo'ldi. Yana bitta nakit. Yana ikkita petlamizni chapga qarab og'dirib olamiz. O'rtada ikkita litsovoy. Yana ikkita petlamizni o'ngga qarab og'dirib olamiz. Yana bitta nakit. O'rtada yana 4 ta litsovoy petlamiz. 1 2 3 4. Yana bitta nakit. Yana xuddi shuni davom ettirib ketamiz. Ikkita petlarni bitta qilib to'qiymiz. O'rtada ikkita litsovoy. Yana ikkita petlarni bitta qilib o'ngga og'dirib to'qiymiz. Yana bitta nakit. O'rtada 4 ta litsovoy petlamizni to'qiymiz. Yana bitta nakitimiz. Yana xuddi shuna qilib ko'rsatganimdek qilib davom ettirib ketamiz. Qatorimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Orqa tarafimiz yana iznanchniy petlalar bilan to'qiladi. Yana bir marta ko'rsatib ketaman mana. Nakitdan keyin ikkita petlamiz litsovoy qilib bitta qilib olinadi. O'rtada ikkita litsovoy, yana ikkita petlamizni bitta qilib o'ngga qaratib og'dirib olamiz. Yo'lini almashtirib, yana bitta nakit. 4 ta litsovoy. O'tdagi mana qo'shgan nakitlarimiz. O'rtada ikkita litsovoyimiz bor edi, yonida yana ikkita litsovoy qo'shildi. Yana nakitlarimiz keyingi qatorda yana bu tarafimiz ko'payib, bu tarafimiz kamayishi kerak. Xuddi shuna qilib to'qishda davom ettiramiz. Qator oxirigacha to'qib kelamiz. Qatorimizni oxirigacha to'qib keldik. Mana 4 ta petlamizni ikkita o'rtasida qoldi. Yana bitta nakit bilan mana yana boshida to'qiganimizdek, boshida ikkita petla litsovoy to'qidik. Mana oxirida yana ikkita petla litsovoyimizni to'qidik. Plankamizni to'qib olamiz. Orqa tarafini yana iznanchniy petlalar bilan to'qib kelamiz. Plankamiz 7 ta petlasini litsovoy to'qib, qolgan hamma petlalarimizni iznanchniy to'qib, oxirida yana 4 ta petlamizni litsovoy to'qib, keyingi qatorimizgacha to'qib kelamiz. 4 qator uzurimizni to'qib oldik. Mana uzurimiz ko'rinish boshladi. 5-qatorimizni to'qiymiz. 7 ta petla plankamizni to'qib oldik. 3 ta litsovoy to'qiymiz. Bitta nakit. 2 ta petlamizni bitta qilib to'qiymiz. Yana bu tomondagi petlamizni ikkitasini bitta qilib o'ng tomonga og'dirib to'qib olamiz. Mana o'rtada ikkita petlamiz qoldi. Yana nakit. O'rtada 1 2 3 4 5 6. 6 ta petlamiz o'rtada to'qib oldik. Yana bitta nakit. Yana ikkita petlamizni bitta qilib to'qiymiz. Yana bu tomondagi ikkita petlamizni bitta qilib to'qiymiz. Yana bitta nakit. Yana 6 ta litsovoy. Yana bitta nakit. Yana ikkita petlamizni bitta qilib to'qiymiz.
Mana xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Boshida 3 ta litsevoy, bitta nakit, ikkita petlamizni chapga qarab og'dirib to'qiymiz. Ikkita petlamizni o'ngga qarab og'dirib to'qiymiz. Yana bitta nakit, 6 ta litsevoy, yana nakit, yana ikkita petlamizni o'ngga chapga qarab, ikkita petlamizni o'ngga qarab to'qiymiz. Yana nakit, yana 6 ta litsevoy. Xuddi shuni oxirigacha takrorlab to'qiymiz. Qatorimiz oxirigacha to'qib keldik. Qatorimiz oxirida mana ikkita litsevoyimiz chap tomonga, ikkita litsevoyimiz o'ng tomonga qarab, ikkitasini bitta qilib to'qilgandan keyin yana bitta nakit, 3 ta litsevoy to'qiymiz. Mana uzorimiz, qatorimiz tugadi. Plankamizni ham litsevoy bilan to'qib olamiz. Orqa tarafini yana iznanchniy petlalar bilan to'qib kelamiz. Bu uzorimizni hammasi orqa tarafi iznanchniy bilan to'qiladi. O'shaning uchun adashmaymiz. Faqat orqa tomonini hammasini iznanchniy bilan to'qib kelamiz. Orqa tarafini ko'rsatib o'tirmayman, faqatgina o'ng tomonlardan uzorlarni ko'rsatib ketaman. 6-qatorini ham to'qib kelganimizdan keyin 7-qatorimizni yana birgalikda to'qishni davom ettiramiz. 6 qator uzorimizni to'qib keldik. Endi 7-qatorimizda uzorimizni to'qiymiz. 8-qatorimiz iznanchniy, yana 9-qatorimizda 7-qatordagi uzorimizni takrorlaymiz. Hozir men sizlarga tushuntirib ketaman. Mana uzorimizni 7-qatori va 9-qatori mana bu o'rtadagi iznanchniy qatorimiz bo'ladi. 4 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy. Xuddi shu shaklda to'qib kelamiz. Orqa tarafini hamma petlalarimiz iznanchniy to'qiladi. Yana 9-qatorimizda xuddi shuni takrorlaymiz. 7-qatorimiz bilan 9-qatorimiz bir xil ko'rinishda to'qiladi. Plankasini to'qib keldim. Mana 4 ta petlamiz iznanchniy. 4 ta petlamiz iznanchniy to'qidim. 2 ta litsevoy. 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy. Sakkizta iznanchniy to'qidik. Yana o'rtada 2 ta litsevoy. Yana 8 ta iznanchniy. Qatorimiz oxirigacha xuddi shuni takrorlaymiz. Boshida 4 ta iznanchniy bilan boshlanadi. Keyin qolganlari hammasi 8 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy bilan davom ettiramiz. Mana 8 ta iznanchniy, yana 2 ta litsevoy. Mana xuddi shuna qilib to'qishda davom ettiramiz. Orqa tarafini hamma petlalarimizni iznanchniy bilan, faqatgina aytgandek plankalarimizni 7 ta boshda, 7 ta oxirida litsevoy bilan to'qib kelamiz. 8 qator uzorimizni to'qib keldik. Orqa tarafini iznanchniy qatorini to'qib keldik. 9-qatorimizga keldik. 9-qatorimiz ham aytganimdek 7-qatorimiz bilan bir xil to'qiladi. 4 ta iznanchniy, 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy. 2 ta litsevoy, 8 ta iznanchniy bilan yana qatorimiz oxirigacha to'qib, orqa tarafimizni iznanchniy petlalar bilan to'qib kelamiz. 11-qatordan uzorimizni almashtiramiz. Mana xuddi shuni qaytarib to'qiymiz. Yana 7-qatordagidaqa 10-qatorimizni to'qib kelganimizdan keyin mana uzorimizni keyin xuddi mana hozir to'qib kelib kamaytirganimizni yana ko'paytiramiz. Bu tarafdagini kamaytiramiz. Xuddi shu uzorimiz to'qiladi, faqatgina yo'llarimiz almashadi. To'qilish yo'li 11-qatordan yana birgalikda to'qishni davom ettiramiz. Hozir 9-10-qatorimizni to'qib kelamiz. 10 qator uzorimizni to'qib oldik. 11-qatorimizni to'qishimizni boshlaymiz. Plankamiz 7 ta petlasini to'qib oldik. Yana eslatib o'taman. Tugmaga teshigimizni har 15-qatorimizda ochamiz. 2 ta litsevoy,
ikkita petlyamizni ikkitasini bitta qilib yo'lini almashtirib o'ng tomonga og'dirib olamiz. Bitta nakit, ikkita litsevoy, yana bitta nakit. Bu ikkita petlyamizni endi chap tomonga og'dirib to'qiymiz. O'rtada 4 ta litsevoy petlyamiz bor. 4 ta litsevoy petlyamizni to'qib olganimizdan keyin yana ikkita petlyamizni o'ng tomonga og'dirib to'qib olamiz. Yana nakit to'qiymiz. Ikkita litsevoy, yana nakit. Yana xuddi shuna qilib petlyamizni chap tomonga og'dirib to'qiymiz. O'rtada 4 ta litsevoyimiz bor. Yana ikkita petlyamizni hozir o'ng tomonga petlyamiz iznanchni to'qilgani uchun sal yo'li mana yana bitta nakit, yana ikkita litsevoy, xuddi shuni takrorlaymiz. Yana nakit. Mana boshidan tushuntirib ketaman. Ikkita litsevoy, ikkita petlyani bitta qilib o'ngga og'dirib to'qiymiz. Nakit, ikkita litsevoy, nakit. Yana ikkita petlyani bitta qilib chapga og'dirib to'qiymiz. O'rtada 4 ta litsevoyimiz bor. Yana bitta petlyamizni o'ngga og'dirib to'qiymiz. Ikkitasini bitta qilib. Yana nakit, yana ikkita litsevoy, yana nakit. Xuddi shuni yana takrorlab to'qiymiz. Mana yana bir marta ko'rsatib o'taman. Nakit, ikkita litsevoy, nakit boshida oxirida nakitimizdan keyin ikkita petlyamizni bitta qilib to'qiymiz. 4 ta litsevoyimiz bor. Mana bu petlalar qanaqa qilib tushganini ham yaxshilab ko'rsatmoqchiman. Mana bu 4 ta litsevoyimiz. Mana bu 4 ta bu tomonda ham mana ko'ryapsizlar, xuddi shu kamayib boradi. Bu tomondagisi mana ko'p bo'lgan, kamayib kelgan joyimiz xuddi ko'payib ketadi. Xuddi shuna qilib to'qishda davom ettiramiz. Yana ikkita petlyani bitta qilib olamiz. O'ngga og'dirib oldik. Yana nakit, ikkita litsevoy, nakit. Xuddi shu qatorimizni oxirigacha takrorlaymiz. 11 qatorimizni to'qib keldik. 12 qatorimizni orqa tarafdan hamma petlalarimizni iznanchni bilan to'qib tugatib oldik. 13 qatorga keldik. Uzorimizni 13 qatori. Mana plankamizni 7 ta petlyasini to'qib oldim. Endi bitta litsevoy to'qiymiz. Ikkita petlyamizni yo'lini almashtirib o'ng tomonga og'dirib ikkitasini bitta qilib to'qib oldik. Endi bitta nakit, o'rtada 4 ta litsevoy petla to'qiymiz. Mana o'rtadagi petlyamizni ikkita petlyamiz 4 taga aylandi. Yana nakit to'qiymiz. Yana ikkita petlyamizni bitta qilib to'qib olamiz. O'rtadagi ikkita litsevoy petlyamizni to'qiymiz. Yana ikkita petlyamizni yo'lini almashtirib ikkitasini bitta qilib to'qib olamiz. Yana nakit, o'rtada 4 ta litsevoy, yana nakit. Xuddi shuni takrorlaymiz. Ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Ikkita litsevoy, yana ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Yana nakit, o'rtada 4 ta litsevoy, yana nakit. Xuddi shuni takrorlab to'qiymiz. Yana ikkita mana litsevoy, ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Ikkita litsevoy, yana ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Xuddi shuni to'qishda takrorlab to'qiymiz. 13 qatorimiz bu.
14-qatorimizni ham hamma petlalarimizni iznanchniy qilib faqatgina plankamizni 7ta boshida 7ta oxirida petlamizni litsevoyda to'qib kelamiz. 13 va 14-qatorini to'qib keldik. Orqa tomonini eslatib o'taman, hamma iznanchniy tomonimiz iznanchniy petlalar bilan to'qiladi. 15-qatorimizga keldik. 15-qatorimizda plankamizni 7ta petlasini litsevoy bilan to'qib kelamiz. Boshida 2ta petlamiz bor. Mana 2ta petlamizni bitta qilib, ikkitasini bitta qilib to'qib olamiz. Yana bitta nakit olamiz. O'rtada 6ta litsevoy petlamizni litsevoy petlalar bilan to'qib kelamiz. 6ta petlamizni to'qiganimizdan keyin yana bitta nakit olamiz. 3-ajurimiz bo'ladi. Mana bizda hozir 2ta ajurimiz bor. 3-ajurimiz bu yerda ham mana 3ta ajur to'qigandik. Xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Yana 2ta petlamizni ikkitasini bitta qilib chap tomonga yog'diramiz. Bu tomonda ham 2ta petlamizni hozir mana to'g'ri turibdi. 2ta petlamizni o'ng tomonga og'dirib to'qib olamiz. Yana bitta nakit, yana 6ta litsevoy petlamizni to'qib olamiz. litsevoy petlamizni to'qib olganimizdan keyin yana bitta nakit to'qiymiz. Yana mana 4tali petlamizni ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Chapga og'dirib, yana ikkitasini bitta qilib o'ngga og'dirib to'qib olamiz. Mana yana nakit to'qiymiz. Yana o'rtada 6ta petlamiz litsevoyimiz bo'ladi. Xuddi shuni takrorlaymiz qatorimizni oxirigacha. Yana bitta nakit. Yana 4ta petlamizni ikkita qilib, ikkitasini ikkita tomonga qaratib to'qib olamiz. Mana. Xuddi shuni takrorlaymiz. Bu 15-qatorimiz edi. 16-qatorimizni iznanchni bilan to'qib kelganimizdan keyin yana 4 qator mana bu 7-9-qatorimizda to'qiganimizni yana takrorlaymiz. Uzorimiz 16-qatorini to'qib keldik. Orqa tomondan iznanchni petlalar bilan. Endi 17, 18, 19, 20-qatorigacha to'qiganimizda xuddi mana bu o'rtadagi to'qilgani tushadi. 17-qatorimizni to'qiymiz. 18 iznanchniy qatorimiz bo'ladi. 19-qatorimiz yana xuddi shunaqa takrorlaymiz. 17-qatorimizni, 20-qatorimiz yana iznanchniy qatorimiz bo'ladi. Men boshini ko'rsatib beraman. Qolganini o'zimiz to'qib kelamiz. Xuddi mana bu yerda qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib to'qiladi. To'qib bo'lganimizdan keyin xuddi shu uzorimiz qanday mana bu boshidan boshlagan bo'lsak, xuddi shu uzorni yana boshidan davom etib ketamiz. Bitta litsevoy, bitta nakit, ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. 4ta petla litsevoy, yana ikkitasini bitta qilib o'ngga og'diramiz. Bitta nakit, ikkita litsevoy, bitta nakit. Xuddi shuna qilib yana keyingi ikkinchi raportimizni boshlab ketamiz. Mana shu birinchi raportimiz hisoblanadi. Aytganimdek, tugmaga teshigimiz esdan chiqmasin. 7ta petlamiz, plankamiz petlasini to'qib olamiz. Mana bitta birinchi petlamiz litsevoy turibdi, litsevoy to'qib olamiz. O'rtada 8ta petlamiz iznanchni to'qiladi. Sakkizta petla iznanchni to'qib oldik. Yana 2ta litsevoy to'qiymiz. Yana 8ta petlamiz iznanchni. Xuddi shu to'qishda davom ettiramiz. Bu qatori 17-qatorimiz. 18 to'qiganimizdan keyin 19-qatorda xuddi shuni yana takrorlaymiz. 20-qatorimizda bitta raportimiz bo'ladi. Mana xuddi shunaqa qilib to'qishda davom ettiramiz. Qolgan petlalarimizni ham xuddi shunaqa to'qiymiz. 2ta litsevoy, 8ta iznanchni bilan qatorimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Qatorimizni oxirida yana xuddi shunaqa bitta petlamiz litsevoy qoladi. Plankamizni litsevoy bilan to'qib kelamiz. Orqa tomonini yana iznanchni bilan to'qib kelamiz. Hozir 4ta qatorimizni shuni to'qib kelamiz. Keyingi qatordan yana uzorimizni boshidan boshlaymiz. Nechta raport tushishini men to'qib bo'lgandan keyin sizlarga yana aytaman. Hozir mana bu tugmaga teshigimizni har 15 qatorda ochishni esingizdan chiqarmanglar. To'qishimizda davom ettiramiz. Jiletkamizni uzorini to'qib bitirib oldik. Kerakli uzunlikda to'qib oldim.
Manda hozir mana tepasidan boshlab общий uzunligini hozir sizlarga aytaman. Manda qancha uzunlik bo'lganini 38 santimetr. Mana 38 santimetr uzunlikda uzorimiz to'qib oldik. Uzorimizni nechta qator to'qidik? Hozir buni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana uzorimizni boshlaganimizdan keyin, mana boshlaganimizdan bitta platochniy mana 1 2 3 4 5 6 7 8-siga keldik mana. 8-sini to'qishimiz kerak. Hozir bu yerda biz xuddi shunaqa platochniy qilib to'qimaymiz. Sразу общий platochniga o'tamiz. 4-5 qator общий platochni to'qiganimizdan keyin uzorimizni bitirib olamiz. Общий mana boshidan sanaganimizda mana bunaqa rombikimizdan 1 2 3 mana 4 ta rombik bo'ladi. Tugmaga teshigi ochib ketishi esimizdan chiqarmaymiz. Mana tugmaga hozir menda 1 2 3 4 ta bo'ldi. Mana hozir 5-sini hozir ochamiz. Hozir menda 14 ta qator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ta qator bo'ldi. Hozir bitta qator to'qib, yana litsevoy qator to'qib, yana litsevoy qator to'qib qaytgandan keyin tugmaga teshik ochaman. Yana 4 qator to'qib olamiz platochniy. Общий 5 qator platochniy to'qiymiz. Shu bilan menga kerakli uzunligimiz yetarli bo'ladi. Agar yana ham uzunroq qilishni xohlasanglar, bemalol yana bitta yoki yarimta rombik qilib to'qib olishinglar mumkin. Chunki enimiz enli, chunki bu uzorimiz ajurniy uzor bo'lgani uchun juda ham enli bo'lib ketdi. Svobodniy bo'ldi. Mana enimiz 33 santimetr. Hozir men 5 qator hamma petlalarimizni litsevoy bilan, oldini ham orqasini ham litsevoy bilan to'qib kelaman. 5 qator. Mana 15-qatorimizda tugmaga teshigimiz, 5-tugmaga teshigimizni ochamiz va videomizni bitiramiz. Mana hozir hammasini litsevoy bilan to'qiymiz. Orqa tarafidan ham hammasini yana litsevoy bilan to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib 10 qator litsevoy to'qib kelamiz. Keyin 11-qatorda petlalarimizni bekitib, jiletkamizni bitirib, tugmalarni tikib bitirib olamiz. 5 qator platochniida to'qib oldik. 10 qator litsevoy bo'ldi. Aytganimdek 10 qator litsevoy to'qib oldik. Mana 5 qator platochniida bo'ldi. Tugmaga oxirgi teshigimizni ham mana ochib oldik. Endi biz bekitib olamiz. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetadi. Biz mana bittasini to'qiymiz, bittasini ustiga o'tkazamiz. Xohlasanglar ikkitasini bitta qilib to'qsanglar ham bo'ladi, bekitib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlagan usullarda bekitib olishinglar mumkin. Juda ham qisib bekitmaymiz. Chunki platochniy bo'shroq bo'ladi. O'shaning uchun tegi tortilib qolmasligi uchun o'rtacha bo'shlikda mana xuddi shunaqa qilib, o'rtacha bo'shlikda qilib chekkasini, tegini, tek qismini bekitib olamiz. Mana xuddi shunaqa qilib bekitib olasizlar. Tegini aylantirib bekitib olamiz. Jiletkamizni to'qib bitirib oldik. Tugmalarini tikib, lishniy bo'lgan iplarini yashirib kesib oldik. Endi men sizlarga hozir o'lchamlarini berib ketaman. Menda jiletkamning o'lchami bo'y uzunligi, polniy bo'y uzunligi 41 santimetr, eni 34 santimetr. Reglan uzunligi rezinkasidan boshlanib qo'ltiq qismigacha 17 santimetr. Oldidagi mana bu boshlangan plankamiz boshlangan joyigacha 12 santimetr. Bu yerda mana qo'ltiq o'yindisidan tegigacha, qo'ltiq o'yindisidan tegigacha 27 santimetr o'lchamimiz bor. Og'irligi 125 gram ipimiz ketdi. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Allohga omonat bo'linglar.